Assalomu alaykum hurmatli qadrdonlar. Mana hozir biz nok bog'imiz shu holatda kesib tashlayapmiz. Yangi shoxlarni shu holatda. Quyosh tushishiga ham yaxshi, dori ham yaxshi ta'sir qiladi, yaxshi singadi. Undan keyin kasallik ham kam bo'ladi. Shu holatda ochib chiqish kerak bo'ladi. Agar ochmasa juda ham qalin. Shoxlar juda ham ko'p. Bemalol orasida 1 metrdan joy qoldirsa yaxshi bo'ladi. Noklar ham katta bo'ladi, sifatli bo'ladi.